Allah'ın El-Cami' degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvende dehtanlağa Ustad Abduveli Qari Rahimullah'ın Kur'an ve sünnet nuru aslında Allah Subhanahu ve Teala'nın güzel isim sıfatlarının kısaca tefsirleri, dersliklerinden Allah'ın El-Cami' degan isim sıfatları haqidagi tefsirlerini okuyumuz inşallah. Ba'de auzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın El-Cami' degan isim sıfatları haqidagi tefsirler. Allah'ın bu isim sıfatları Kur'an'da nurgun yerde tilga ilingan. Yani Sure Ali İmran 9. ayetide tercümesi Rabbimiz şübhisiz ki kelişi şeksiz boğan günde, yani hesap ilindiğin kıyamet günüde kişilerini topluğuç sen. Şübhisiz ki Allah vədisəki xilaflıq qılmaydı. El-Cami' cemligici bir-biriga o'xshagan narsalarni va o'xshamagan narsalarni cemligici zat demektir. Bir-biriga o'xshagan narsalarni cemlishi Allah Subhanahu ve Teala'nın insan cinsini yeryüzüde cemlishiga o'xshash ve kıyamet meşhergahida hamma insan cinsini cemlishiga o'xshashdir. Bir-biriga o'xshamagan narsalarni jamlashi, koinot bilan yerni jamlashi, o'zining keng olamida sayyoralarni, havoni, dengizlar, hayvonlar, o'simliklar va boshqa jonsiz mavjudotlarning hammasini jonliq mavjudotlar bilan bir o'ringa jamlashiga o'xshashdir. Shuning bilan birga inson mamlakatida so'ngak, pay, qon, teri va boshqa a'zolarning hammasini jamlashiga o'xshashdir. Bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan narsalar bo'lsa, bu olamdagi issiq, so'g'uq, ho'l, quruq mizojlarni inson jasadiga hamda hayvon jasadlariga jamlaganligiga o'xshash. Allah Subhanahu ve Teala bu narsalarning bir-biriga qarama-qarshi bo'lishi qaramasdan hammani bir jasadga jamladi. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de tercümesi yavayı hayvanla toplangan çağda Sure Tekvir 5. ayet. Yani hayvanlar arasındaki vahşi bo'lgan hayvanlar bilan vahşi bo'lmagan hayvanlarni jamlashiga o'xshash. Kıyamet dehşetinin qattiqligidan vahşi hayvanlar özünün qarşısida olcuları toğanda özünün vahşilik xususiyetini yo'qotib qo'ydi. Bende El-Cami' sübtini bilgenden keyin bendiler içinde El-Cami' kim bo'ladi? Özünün içki ve taşqi ahlaklarını cemligici kişidir. Fakat özünün ilmi bo'lişi bilan birga boshqa ahlaklarını hem özüde cemligichidir. El-Halim, yani mulayimlik qildigan o'rinda el-Halimlik qilib, shijoat qiladigan o'rinda shijoatini ko'rsatadigan ikki sifatni o'zida jamlaganga o'xshash. Shuning bilan birga xayrlik qilishda isrof qilmaslikni bilib, shuning bilan birga xayrlik qilishda saxovat qilishdek xuluqlarni va shuningga o'xshagan sifatlarni o'zida mujassam qilib, qaysi sifatni qaysi o'rinda ishlatish kerakligini bilib, o'zida jamlagan banda bo'lsa, El-Cami' sifatidan o'ziga ulush ajratib olgan bandalar qatoridan o'rin olgan hisoblandi. Bazı kişilerde shijoat var, lekin muloyimlik yo'q. Muloyimlik qiladigan o'rinda muloyimlik qilolmaydi. Bazı kişilerde muloyimlik var. Ömür boyu muloyimlik qilib o'tib ketadi. Ammo shijoat sifati uningda tepilmaydi. Shijoat qiladigan o'rinda shijoat qilolmaydi. Bazı kişiler isrof qilmaslikni biladi, ammo saxovat qilishni o'rganmagan. Bazı kişiler
o'zining shaxsiy ahvollarida ibodat qilishni biladi, lekin shariat ilmini o'rganishni o'zida jamlamagan. Ba'zi odamlar ilmni o'rganadi, o'zining amaliy hayotida taqvo xususiyati bo'lmaydi. Ba'zi kishilar ta'limga bak e'tibor berdi, lekin farzandlarni tarbiyalash xususiyatini o'zida jamlamagan. Ba'zilar farzandlarini o'qitish bilan avar bo'ladi, lekin o'zi va oilasi haqida hech qanday o'ylamaydi. Mana bu kishilar Allah subhanahu va taolaning al-jami' sifatidan mahrum yashayotgan kishilar hisoblanadi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Qur'on va hadislarda Allah subhanahu va taolaning bu ism sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Sura Isra 14-oyatida tarjimasi: "Onunğa namı amalını o'qigan. Bugun o'zingga, ya'ni bu qilmishlaringga o'zing guvoh bo'lishing kifoya" deyiladi. Sura Maida 117-oyatida tarjimasi: "Men ularga faqat sen meni aytishga buyurgan so'zni, ya'ni mening Rabbim va sizlarning Rabbinglar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar dedim. Men ularning orasida bo'lgan muddatda ularning amallarini kuzatib turgan edim. Meni qabzruh qilganingdan keyin ularning amallarini sen kuzatib turgan eding. Sen hamma narsadan xabardorsan." Sura Anfal 63-oyatida tarjimasi: Allah mu'minlarning dillarini birleştirdi. Sen yeryüzüdeki bütün baylıkni sarf qilibmi ularning dillarini birleştirolmayding. Lekin Allah o'zining qudrat kamilasi bilan ularni inoq qildi. Shubhisizki Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Sura Rum 21-oyatida tarjimasi: "Ayollar bilan unsi ilfat elishinglar uchun Allohning ularni sizlarning o'z tipinglardan yaratganligi, aranglarda, ya'ni er-xotin orasida mehr muhabbat o'rnatganligi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Fikir yurgizadigan qavm uchun shak shubhisizki buningda nurg'un ibratlar bor." Sura Mursalat 38-oyatida tarjimasi: "Bu xaloyiqning orasida hukm chiqariladigan kundir. U kunda sizlarni va avvalqilarni, ya'ni o'tgan ummatlarni aranglarda hukm chiqarish uchun yig'imiz." Sura Nisa 140-oyatida tarjimasi: Allah kitobda, ya'ni Qur'onda sizlarga nozil qildiki, sizlar Allohning oyatlarining inkor qilinayotgan va mazhir qilinayotganligini anglagan cheg'inglarda ular, ya'ni Allohning oyatlarini mazhir qilayotgan kofirlar boshqa parangga kirishmigicha ular bilan birga o'ltirmanglar. Bo'lmasa gunohda ularga o'xshash bo'lib qolasizlar. Allah hakikaten munofiqlarning va kafirlarning hammasini oxiratda jahannamga to'playdi. Sura Nahl 66-oyatida tarjimasi: "Chahar paylarda sizlar uchun hakikaten bir ibrat bor. Sizlarni chahar paylarning qornidagi mayoq tizakdan va qondan ayrilib chiqqan pokiz va ta'mlik sut bilan sug'uramiz." La ilaha illalloh. Sura Anfal 42-oyatida tarjimasi: "Öz vaqtida sizlar vodining Madinaga yaqin tarafida edinglar. Ular vodining Madinaga yiroq tarafida edi. Qurayshning savdo karvoni bo'lsa, sizlarning tövininglarda edi. Mushriklar bilan uchrashishni va'dalashgan bo'lsanglar, sizlar o'zinglarning ozliqini, mushriklarning ko'pligini ko'rib, albatta buning xiloflik qilgan bo'lardinglar. Lekin Alloh bo'lishga tegishli ishni, ya'ni musulmonlarni aziz, mushriklarni xor qilishni amalga oshirish uchun sizlarni
Bedir'de müşrikler bilen vədisiz uçraştırdı. Allah'ın mundaq qilishi halak bo'ladiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan halak bo'lishi. Yaşaydiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan yashashi uchun edi. Allah bandalarining so'zlarini albatta anglab turg'uchidir. Niyatlarini bilib turg'uchidir. Sura Ali İmran 9-oyatida tarjimasi Rabbimiz kelişi şeksiz bo'lgan kunda, ya'ni hisob ilindigan qiyomat kunida kishilarni to'plag'uchisan. Shubhisizki Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Sura Nisa 87-oyatida tarjimasi Allah'tan başqa ibodatga loyiq hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah şeksiz bo'ladigan qiyomat kunida sizlarni hisob ilish uchun mahshargohga jazman yig'idi. Allah'tan mı doğru sözlük kim var? Yani sözü de, vədisi de Allah'tan mı sadık hiç kim yok. Sure En'am 12-oyatida tercümesi Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytgin ki osmonlardagi ve zimindagi mavjudatlar kimning? Ularga aytgin ki Allah'ning. Allah İhsan qilish yuzidan bandalarga rahmat qilishni o'z ustiga oldi. Hech qanday gumon bo'lmagan qiyomat kuni Allah sizlarni albatta yig'idi. Kufrini ixtiyor qilishi bilan o'ziga o'zi ziyon solganlar iymon etmaydi. Sura Tag'abun 9-oyatida tarjimasi o kunda Allah sizlarni qiyomat uchun to'playdi. O ziyan tatadigan kundur. Yani o kunda imanını terk etkenligi bilen kafirning ziyan tatganligi, yaxshi amallarni degandek qilolmaganligi bilen mu'minning ziyan tatganligi oshkor bo'ladi. Kimiki Allohga iman etib yaxshi ish qiladi ekan, Allah uning yomon ishlarini yo'q chiqirdi. Uni ostidan o'stanglar yiqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular u jannatlarda mangu qoladi. Bu katta muvaffaqiyatdir. La ilahe illallah Muhammed Rasul. Elhamdülillah. Yuqorida Allah subhanahu wa ta'ala'nın El-Cami' sifatinin tafsirini anladыңlar. Kelar qitimda Allah subhanahu wa ta'ala'nın güzel isim sifatlaridan El-Gani degan isim sifatlar haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.